Assalomu alaykum mulla aka. Va alaykum assalom. Juma muborak bo'lsin. Bugun chorshanba-ku. Yo'q, yaqin qopti-ku. Ey, qayoqqa ketyapsan? Uyga Uying bu tomonda-ku. o'tib ketibman. Aybga buyurmaysiz. Qachon aql kiradi senga? Tuppa-tuzuk oilang bor. Ayoling uyda, xavotir olib kutib o'tiribdi. Bola chaqangni o'ylamaysanmi? Nima yurish bu? Hey, yig'layapsanmi? Bu nima yig'i? Bekidan ayrilib qoldik. Do'stim yoshgina ketdi-ku. Hey, qanaqa do'st? 90 ga kirib o'tgan-ku. Kirib chiqay unda. Hozir. Men hozir Qayoqqa ketyapsan? Hoy. Qayt degandan keyin qaytadi-da. nima? Qayt deyapti-ku senga. Nima? Hey. Qayt dedi-ku senga. Bo'ldi, qaytsan-chi. Nima deding? Qayt dedi-ku senga. Hoy, qaytsan-chi. Hey, bo'ldi qiling, bo'ldi. 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 Omading bor ekan, ukam. Bekor ajratdingiz bor-ku. Bir shapalog'ini berib uxlatib qo'yardim. Uyg'ongandan keyin uyga ketardi. Sen uni nega ichi yurganini bilasanmi? Yo'q. Ko'rding. Siz bilasizmi? Yo'q. Lekin kimni qanaqa taqdir kutayotganini qayerdan bilasan? Bu kim? Menga kelgan.